Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Menxanda ichilgan marhum Aysa Yusuf Altekin vafotining 30-yilida Sharq Turkiston davlat rahbarlarini xotirlash yig'inida Türkiye parlamenti a'zolari Türkiye parlamentida Uyg'ur do'stlik gruppasi qurish taklif loyihasini sundiganligini bildirishdi. Menxanda ichilgan marhum lider Aysa Yusuf Altekin vafotining 30-yilida Sharq Turkiston davlat rahbarlarini xotirlash yig'iniga Türkiye Cumhuriyeti parlament a'zosi, parlamentdagi Yangi yo'l gruppasining rais vakili Selçuk Özdağ, Yeniden Refah Partiyasi muavin reisi, Türkiye Parlament a'zosi Doğan Bekin, Dava Partiyasi muavin reisi İdris Şahin, Ankara shahar boshlig'i bosh maslahatchisi Faramiz Ustun, Zafer Partiyasi Markaz idora hay'at a'zosi Asar Turkistonli Saka xonim qatorliq mehmonlar qatnashgan edi. Mazkur yig'inda Türkiye Parlament a'zosi Selçuk Özdağ, Doğan Bekin, İdris Şahin, Ankara shahar boshlig'i bosh maslahatchisi Faramiz Ustun qatorliqlar Türkiye qaytib borgandan keyin Türkiye parlamentida Uyg'ur masalasining kun tartibga keldiganligini ve Türkiye parlamenti Uyg'ur do'stlik gruppasi qurish taklif loyihasini sundiganligini bildirishdi. Mehmet To'xta Efendi Uyg'ur muhojirati Sharq Turkistonning kelgusi uchun uzun muddatli strategiya qabul qilish kerak degan o'ttirib qo'ygan. Kanadadagi Uyg'ur ziyolisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Kanadadagi vakili, Markaziy Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining ijroiya direktori, Kanada hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishi, 10 ming Uyg'urni ko'chirishi va Xitoyning majbur emgak mahsulotlarini cheklashga chaqiriq qilish qatorliq harakatlari sababidan Xitoy hukumati tomonidan jazo e'lon qilingan Uyg'ur faoliyatchi Mehmet To'xta Efendi Sharq Turkiston mustaqillik harakati uchun Uyg'ur muhojirati Sharq Turkistonning kelgusi uchun uzun muddatli strategiya qabul qilish kerak degan ilgari surib, monolarni o'ttirib qo'ygan. Sharq Turkistonlik Uyg'urlar bugun o'z tarixidagi eng qora davrlardan birini boshdan kechirmoqda. Xitoyning lagerlar orqali ming yuyish, milliy kimlikdan tandirish va Sharq Turkistonning nopus qurilmasini o'zgartirish siyosati Uyg'ur milliy kimligiga ig'ir va cho'nqur zarba berdi. Avlodlarimiz ona til, diniy aqidalardan va milliy an'analardan ayrilyotdi. Masjidlar, mozorliqlar, binokorlik va madaniyat yodgorliklari vayron qilingach, ham ko'zdan ham ko'ngildan uzoqlashdi. Uyg'ur jamiyatining madaniyat yaratquchi va tarqatquchilari bo'lgan ziyolilar qo'shini bo'lsa, tamoman passivlashtirilgan bo'lgach, Uyg'ur jamiyati serkisdan ayrilgan padiga yoki qutb yulduzdan ayrilgan kemiga o'xshab qoldi. 2017-yildan boshlab irqiy qirg'inchilik eng yuqori pallaga chiqqan mezgilda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va bir qancha bidokor tashkilotlar Xitoyning vahshiy jinoiy qilmishini dunyoga yetkazib, xalqaro qo'llashni kuchaytirdi. Shu sababdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarga hissaslik qiladigan va Xitoyni ayiblaydigan davlatlar soni zo'r darajada oshgan edi. Biroq Xitoyning siyosatida o'zgarish bo'lgan yo'q. Shunga muhojirat yashayotgan Uyg'urlar oldida javob berish zarur bo'lgan mundaq bir savol bor. Biz vatan sirtida qandoq saqlanib, kelgusida milliy gullanishni qandoq amalga oshiramiz? U bu haqda mundaq tadbirlarni o'ttirib qo'ygan. Birinchi, tarbiya va tarbiyalanishning muhimligi. Sürgündeki ballarımız çoqum ana tilini puxta bilishi, ana til orqali o'z tariximiz va madaniyatimizga cho'nqur rishta bog'lay olish kerak. Ana til saqlanmay turib, millat uzun muddat mavjud bo'lib tura olmaydi. Ikkinchi, muhojiratlik Uyg'ur nopusini milliy ong va milliy birlik tutib turish uchun sharoit yer bergan davlat va rayonlarda markazlashgan o'ltiroq rayonlari yoki mikro madaniyat muhiti yaratilishi kerak. Kanadada davom qilayotgan M62 programmistik nishonliq programmalarga safarbar bo'lib, tarixdek chechilgan, bexatarlik va jon qayg'usidan ro'yi ezilgan, chegara hal qilgan bostirishning yamchiklari bo'lib, qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarga ega bo'lish, ularga o'rtaq bir hayot muhiti ta'minlash orqali muhojiratdagi mikro madaniyat muhitini barpo qilish lozim. 3. Qisqa muddatlik tashviqot ustidagi qadamlardan bekirak millatning kimligini saqlashni markaz qilgan uzun muddatlik o'rtaq strategiya haqida plan va programma tuzish zarur deganlarni o'ttirib qo'ygan Mehmet To'xta Efendi, irqiy qirg'inchilik ostidagi bir millat uchun hayot qilishning o'zi eng cho'ng qarshilikdir. Muhojirat uchun eng cho'ng kuch birlikdir. Vatanni qutqizish va millat sifatida o'rtaq gullanish g'oyasini amalga oshirishda uzun muddatlik strategiya birdan-bir yo'ldir. Buning uchun birlashgan kasbiy va tartibli qurilma kerakligini, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga o'xshash birlashtirgichi va chaqiriq kuchi bor tashkilotlarning asosini, safosini va kasbchilikni kuchaytirish, tarbiya, tadqiqot, diplomatiya
va milliy xosligimizni qo'g'dashga qartilgan organlarni barpo qilish, yosh rahbarlarni yetishtirish va uzun muddatli moliya planini tuzish, hukumatlar va jamoatchilik bilan sistemli hamkorlik o'rnatish, qo'shimcha tur sifatida yana digital arxiv turg'izilishi kerak. Uyg'ur akademiyasini kuchaytirish orqali kasblashgan digital arxiv sistemasi barpo qilish, dunyoviy yoshlar supisi, madaniyatni jonlantirish safarbarligi, mustaqil media qo'shini yaratish lozim deganlarini ta'kidlagan. Anqarada ochilgan yig'inda Turkiyadagi Uyg'ur ko'chmanlari uchun taklif loyihalari o'tirib qo'yilgan. 18 dekabr Xalqaro ko'chmanlar kuni munosabati bilan Anqarada ko'chmanlik, muhojirat va yuqori darajali diplomatiya nomida yig'in ochilgan. Türkiye İçki İşler Ministerligi bilan Ko'chmanlik va muhojirat vaqtining hamkorligida ochilgan bu yig'inga Türkiye İçki İşler Ministerligining muavin ministri Bülent Turan, Oila va ijtimoiy yordam ministrligining muavin ministri Laman Yengün, Ko'ch va muhojirat vaqtisining raisi Rajab Sayyor va bir qism yuqori darajali strategiya mutaxassislari hamda bir qism ommaviy tashkilot mas'ullari qatnashgan. Türkiye'nin oldimizdagi yillardagi ko'chmanlar siyosati va qarindoshlik haq-huquqini qo'g'dashni nishon qilgan bu yig'inda Türkiye Davlatlik radio televiziya idorasi Uyg'urcha anglatish bo'limining direktori Mirkomil Qashqari Türkiye'dagi ko'chman Uyg'urlarning yashash huquqi va kelgusi haqida tuvandagidek 6 turlik taklif loyihani o'tirib qo'ygan. Uyg'urlarning fuqarolik iltimosidagi material qiyinchiligi, ya'ni tug'ut isboti, nikoh guvohnomasi, nopus daftari qatorli Xitoydan elib kelish qiyin bo'lgan hujjatlarni talab qilmaslik, Uyg'urlarning to'ng'iltilgan fuqarolik iltimoslariga javob qaytarish, aniqsizlik va umidsizlikka xotim berish, G87 cheklama kodlari, dalil isbotsiz tutib turish va imzo qo'yish masalasini hal qilish. Buning uchun maxsus tekshirish komiteti qurib chiqish, raqamli soxta uchurlarga qarshi turish, ya'ni strategiyalik uchur eg'izi va raqamli aloqa qalqini qurib chiqish va bu orqali Xitoyning Turkiyadagi Uyg'urlarga qarta kuchli davlat talqigan besimi va tor parakanchiligiga qarshi turish. Taratqularda siyosatdan ustun bir til barpo qilish, Sharq Turkistonning masalasini ichki siyosatdan ayirib, milliy o'rtaq tonish sohasi sifatida muomala qilish va Turkiya radio televiziya nazoratchilik idorasi tomonidan taratqu axloq xitobnomasi e'lon qilish. Sharq Turkistonliklar uchun Ahiska va Qrim turklarga o'xshash alohida qarindoshlik qonuni yo'lga qo'yish. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.